Assalomu alaykum. Так. Kechki raskladimiz. Bugun kechroq qolib ketdim. Загадайте мужчину. Bironta erkak kishini yoqtirgan insoningizni yoki dugonangiznimi, oyingiznimi, kimni bo'lsa ham o'ylang. Ismini, yoshini ayting. Hozir ko'ramiz. U inson siz haqingizda nima o'ylayapti? Tak, siz kimsiz? Meni kim ko'ryapti hozir? Kimga tegishli bu rasklad? Juda ham ikkilanayotgan inson haqida, tupikda turgan inson haqida. Tupik oldida. O'zini masterstvosi, ustaligiga, o'zini ishiga tupikda turgan inson, juda ham og'ir ish oldida. Ishidan charchagan inson. Hosil kuta charchagan inson haqida, qilgan ishlarining natijasini hech ko'ra olmayotgan inson haqida gap ketadi. Hozir siz yangi qaror chiqarasiz. Yangi qaror chiqarasiz. Bu qaror sizni yashaydigan uyingiz haqida bo'ladi. Yashaydigan uyingiz haqida yoki olasiz yoki ko'chasiz, nimadir uy bilan bog'liq bo'ladi-da. Ko'chishga o'ylaysizmi, olishga o'ylaysizmi? Вот. Давайте bitta odamni o'ylang. Sizga qiziq bo'lgan, munosabatini bilmoqchi bo'lgan insoningizni o'ylang. Menga aytishibdi videoim tagida tezroq gapiring deb. Menga tezroq gapira olmayman, chunki meni fikrlashim ruscha. O'zbekistonda yashaganimga 2 yil. O'zbek bo'lganimda zo'r fikrlagan bo'lardim. Shuning uchun hozir men ruscha o'ylab, o'zbekchaga miyamda tarjima qilib, o'zbek tili meni ona tilim emas, men yodlaganman. Shuning uchun men tez gapira olmayman. Xafa bo'lmaysizlar. Shunchalik gapirayotganimga ham xursandman rosa ham o'zim. Chunki fikrlarimni ancha bo'lsa ham yetkazib berishni o'rgandim-da. Tak. O'ylang, shu insonni yoshini ayting, ismini ayting. Sizga nisbatan nima o'ylayapti u inson? Transformatsiya, mencha o'zgargan bu inson deyapti. Sizni o'zgarib ketgan deyapti. O'zgarib ketgan. Oldingidaqa emas. Oldingidaqa emas. U sizni bilgandaqa emas. Hozir o'zingizni yaxshi ko'rasiz, o'zingizni hurmat qilasiz. Kurashmayapsiz oldingidaqa. Nimagadir o'zingizni hurmat qila boshlagansiz, ego hayron. Sizni yaxshi ko'radi bu inson. Korol kubkov. Bu inson burchi suv. Mana shu inson masalan baliq, qisqichbaqa yoki skorpion bo'lishi mumkin, chayon. Mana shu inson haqida hozir gap ketyapti. Ko'proqda, lekin bu juda ham hissiyotlarga berilgan inson. Quvnoq, shoddod, hazilkash, u bilan doim qiziq. U sizga hissiyotlari haqida gaplashib o'tirish yaxshi ko'radi. Bu inson u bilan doim qiziq, romantik insonda. Ichbam, haligi dusha kompaniya deydi-ku, u bilan zerikmaysiz. Shunaqa inson kelishni o'ylayapti, oldingizga kelgisi kelyapti. Nimadir sovg'a bilan kelmoqchi, nimadir bermoqchi sizga, sevaman deyapti. Qaror chiqaribdi. Ancha o'ylagan ekan, sizdan zo'rini topolmagan. Rosa rashk qilyapti sizni. Juda ham. Hozir tomonga harakat qiladi. Hayotingizda yangi etap boshlandi. Yana bir marta o'zini taqdirini sinab ko'rmoqchi siz bilan.
bu safar sikl, ya'ni yangi sikl boshlanadi bu inson bilan hayotingizda. Qaytadan nimadir boshlanadi, lekin siz bundan dars olishingiz kerak. Tushuning, hamma narsa bizni o'rgatgani kelgan. Hamma bo'layotgan hodisalardan biz o'zimizga dars olishimiz kerak. Qanaqa energiya? Oilam, bolam, chaqam, zo'r boyla bo'lamiz deyapti. Boy oila bo'lamiz deyapti. Hamma yog'ingizni qilib bermoqchi. Da. Hamma yog'ingizni qilib bermoqchi. Barakali oila qurmoqchi siz bilan. Ikkilanib turibdi, o'zi bo'ladimi yo'qmi, lekin harakat qilib ko'raman deyapti. Buni ustida juda ham ko'p tayyorlangan. O'z-o'zi bilan kurashib, o'zini yengib keladi. Chunki siz bilan ham kurashib u jonga teganda. Hozir siz uchun mas'uliyat olmoqchi bu inson, sizni ta'minlamoqchi. Qanaqa chiroyli rasklada bugun. Ta'minlamoqchi. Og'ir bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham men qilaman deyapti. Agar shuni qilsa, uni ishlari zo'r ketadi. Uni hayotida yangi imkoniyatlar ochiladi u inson uchun. Резко zo'r hayotida ochilim imkoniyatlar keladi. U sizdan ko'p marta ketgan, bo'lmaydi, все, buzilib, bizda oramizda hech narsa bo'lmaydi deb ketganda, siz bu uch burchagingizda bo'lgansizlar bu inson bilan. Lekin sizni hozir o'zimni juftim deb biladi, sizni yaxshi ko'raman deyapti. Nimani yapmoqchi? Anchadan beri cho'zilib turgan holatni, jonga tekkan noaniqlik, mana shuni yopmoqchi. Noaniqlikni yopmoqchi. Harakat qilaman deyapti endi. Sevaman deyapti, sevgim tarafga qarab ketaman deyapti. Bu juda zo'r shans, siz uchun ham bu juda yaxshi shans, moddiy tomondan yaxshi shans kelyapti sizga. Birga yashashga, sevimli bo'lishga, yaxshi ko'raman deyapti. Nima qilsa ham yaxshi ko'raman deyapti. Ancha osilib turib charchaganda bu. Yopiq turib charchab ketgan bu inson. Hozir endi ochilmoqchi. Siz bilan baxt sinab ko'rmoqchi. Qilaman deyapti. Menga yoqdi rasklad. Hozir siz tomonga savet so'raymiz, maslahat so'raymiz. Kartalar nima deb aytar ekan? Qanoq uni qabul qilasizmi, yo'qmi? Hozir ko'ramiz, xo'p. So'raymiz, qabul qilsangiz nima bo'ladi? Qabul qilmasangiz nima bo'ladi? Qabul qilsangiz nima bo'ladi? Qabul qilmasangiz nima bo'ladi? Hozir tanlovlarni ko'ramiz. Chunki bu fol ochish emas, men sizga to'g'risini aytay. Tarot karta bilan ishlash insonga tanlov berish. Hayotda bizning hayotimizda 78 ta energiya bor. Asosiy katta arkanlardan 22 ta va qolganlari kichkina arkanlar. Bizni unsurlarimiz, 4 ta unsurimiz bor. Mana shular bo'lingan unsurlarimiz bo'lingan energiyalarda. Agar kim xohlaydi, mana menday tushunish kartalarni, insonlarga qiyin holatida yordam berishni, shaxsiy raskladlar qilishni, menga murojaat qilsangiz bo'ladi, men o'rgataman. Hozir kursim bor. O'qiyotgan qizlar bor. Bu kurs tugasa, mana yangi kurs ochamiz. Online. Agar siz uni qabul qilsangiz, предложениясini nima bo'ladi?
Agar qabul qilmasangiz qarang qanaqa qiziq chiqdi. Ikkilanmasdan imkoniyatni ol deyapti. Ozgina munosabat ustida ishlashing kerak, lekin buni olsang yaxshi bo'ladi deyapti. Bu agar tanlasangiz nima bo'ladi desam, baxtli bo'lasan, maza qilasan, adolatlik bo'yicha senga ham sevib sevilish hayotingda his qilib ko'rish kerak deyapti. To есть hayotda shart sevgiga biz o'rganishimiz kerak. Alloh taolo bizni qanoq yaxshi ko'radi, borimizcha-da. İçimizdagi shaytonimizni ham, farishtamizni ham hammasini yaxshi ko'radi, qabul qiladi. Biz ham insonlarga xuddi shunday munosabatda bo'lishimiz kerakda. Har bir inson o'zini darsini o'tadi bu dunyoda. Shu sabrli bo'lishimiz kerak. Inson shu o'sib, unib chiqishiga-da sabr toqatlik bilan qarashimiz kerak. Qayerdadir поддержка kerak, qayerdadir prosta tushuncha kerak, qayerdadir prosta jim oldida turish kerakda. Qayerdadir yaxshi gaplar bilan erkak kishi muhtoj bo'ladi. Ba'zida chiroyli kutib olishimizni xohlaydi. Shuning uchun hammaga oila nasib qilsin, ilohim. Baxtli bo'linglar. Mana shu bugungi chiroyli raskladim inshaalloh ko'p insonlarga proigratsiya qilsin. Rahmat. Yaxshi dam olinglar.